Bugun biz Ofiyat Med klinikasiga tashrif buyurdik va birgalikda statsionar sharoitlar bilan tanishib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, bu bizning bir kishilik lyuks palatamiz. Bu yerda ham barcha sharoitlar mavjud. Ko'rishingiz mumkin, bu 2 kishilik palatamiz. Bu yerda ham barcha sharoitlar bor. Lyuks palatadan uncha farq qilmaydi. Bu esa bizning 2 kishilik lyuks palatamiz. Bu yerda siz davolashingizga qulay bo'lgan barcha sharoitlarni ko'rishingiz mumkin. Bu esa 3 kishilik palatamiz. Bu yerda ham ko'rib turganingizdek barcha sharoitlar mavjud. Har bir qavatda muolaja xonalari ham mavjud. Endi esa ko'rib turganingizdek oshxonaga keldik. Bu yerda barcha turdagi taomlar va taomlanish uchun qulayliklar mavjud. Siz qaysi palatada yotishingizdan qat'iy nazar, fizioterapiya muolajalari, to'rt mahal issiq ovqat va bundan tashqari shifokorning doimiy nazoratida bo'lasiz. Bularning barchasi 450 ming so'mdan boshlanadi. Barchangizni Ofiyat Med klinikasida kutib qolamiz.